Qashqadaryoda 23 yoshli yigit to'rt qavatdan o'zini tashlab yubordi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'ying. Eng so'nggi xabarlarni Tezkor xabarlar News kanalida kuzatib boring. Joriy yilning 29-yanvar kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida 23 yoshli yigit 4-qavatdan yiqilib vafot etdi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati prokuraturasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, voqea 29-yanvar kuni Qarshi shahrida Oltimetti tumanida joylashgan 9-uyning 4-qavatidagi xonadonlarning birida sodir bo'lgan. 1999-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan O.S. 4-qavatdagi uyining oynasidan o'zini tashlab joniga qasd qilgan. Qayd etilishicha, holat yuzasidan Qarshi shahri prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.